Assalomu alaykum. Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog'misizlar, salomatmisizlar aziz yurtdoshlar. Ko'rib ishlarimizga o'zlaring baho berishlaring mumkin. Yana bir fayzli xonadonga chiroyli qilib navbatdagi 3 qavatli variantda qilingan shumkali navesimizni ustanovkasini qilib berdik. Xudo xohlasa o'rnatgan navesimiz bo'yicha ma'lumot berib o'tamiz. Navesimizni 1 kvadrat metrini necha puldan olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Qanaqangi temir mahsulotlaridan foydalandik? Albatta xonadoniga shunaqangi temir naves, leksalli naves, uzum so'kishchak qildirish niyatida yurgan aka-ukalarimizga bir kerakli foydali bo'ladigan ma'lumotlarni berib o'tamiz. Hurmatli yurtdoshlar, bu navesimizni Andijon viloyati Baliqchi tumaniga olib kelib ustanovkasini qilib berdik. Xudo xohlasa ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Bu navesimiz 100% profil temir mahsulotidan tayyorlandi. Xonadon egalari bizni kanalimizni ko'rishib, muntazam ravishda kuzatishib, albatta o'zlariga yoqqan dizayndagi, fasondagi navesni, shumkali navesni zakaz qilishganda, xudo xohlasa mana olib kelib xonadonlarga ustanovkasini qilib berdik. Navesimiz razmeri uzunasiga 12,5 metr, eniga 760 razmerda bo'ldi aziz yurtdoshlar. Navesimizni asosiy mana yuk ko'taradigan firmalari har biri 25 santimetrdan masofaga qo'yib chiqilgan. To'rga to'rlik profil 1.7 lik stenalasidan foydalanganmiz. Oralariga yaqinlashtirib ko'rsatib beraman. Esgullardan qo'yib, o'rtalariga albatta chiroyli qilib tillarang svetda gulchalardan foydalanib, yana navesimiz bagati chiroyli chiqishini hisobini olgan holda yasab bitkazilgan va har 50 cm qismiga aziz yurtdoshlar ko'rishlaring mumkin. Mana shu gul palichkalarini to'g'riga qo'yib, guliga to'g'rilab, chiroyli qilib ishlab berilgan va ko'rishlaring mumkin. Asosiy qismi aziz yurtdoshlar mana shu tagiga birinchi sloyiga terilgan mana shu fanerni ham chakini ko'rinmaydigan qilib, sifatli qilib, har tomondan qaraganda tekis holatda ko'rinadigan qilib, choklari bir bu navesimizni vidini buzmaydigan qilib, chiroyli qilib bitkazganmiz va orasiga 5 lik folgadan qo'yib, tepasiga 4 lik tunikadan qatirib berilgan aziz yurtdoshlar. Burchak gullari, polni xorilari lazerli variantda qilib, juda ham chiroyli holatda qilib yasab bitkazib ustanovkasini qildik. Endi bu navesimiz dastavkasi, ustanovkasi, materiallari, olib kelib o'rnatib berish, tunikasi hamma yo'q ichida 1 kvadrat metri 360 mingdan tayyorlab berdik. Albatta aynan mana shu 3 qavatlik shumkali navesimiz 300 ming so'mdan 400 ming so'mgacha yasab berilyapti. Bu navesga ketadigan polni mahsulotni, temirlarni qalin yuqaligiga, sifatsizligiga qarab albatta kelishilgan holda tayyorlab beryapmiz. Shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, aziz yurtdoshlar, ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana shu obyektimizga o'rnatgan navesimiz общий summasi 32 million so'mga 1 kvadrat metri 360 ming so'mdan kelib o'rnadi. Ishlarimiz yoqsa bittadan like bosib, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podlista qilib qo'yishni unutmaysizlar.